Fermerlarda yana bitta og'rig'i bor. Cho'ntagiga, miyasiga, yuragiga uradigan bu gerbitsid muammosi. Gerbitsiddan juda ham qattiq aldanish bo'lyapti. 2025-yil gerbitsiddan sholuvchilar aldangan yili bo'lib chiqdi. Gerbitsidni ishlab chiqaruvchi, gerbitsidni O'zbekistonga olib kiruvchilarga bitta savolim bor. Nima uchun sizlar ishlaringga, mahsulotlaringga javob bera olmaysizlar? Biz sholni yetishtiramiz, texnika qilamiz, suv beramiz, shuncha ishlar qilamiz, hamma ishlarimizga javob beramiz, lekin sizlar javob bera olmaysizlar. Nima uchun gerbitsidlaring ishlamayapti? O'zbekistonga qanaqa gerbitsidlar olib kiryapsizlar? Hamma katta bochkalarda olib kelib, bankalarga qo'yib, har xil nakleykalar qo'yib, xohlagan ichidagi me'yorini yozib, sotib, uni o'shani xudodan qo'rqmaysizlarmi? Biz bu yil 5 marta, 6 marta gerbitsid beradigan davlatlarimiz ham bo'ldi. Nima uchun bir marta gerbitsidni olasan probaga, ishlatasan, ishlaydi. Borib kattaroq partiyani olib kelib berasan, ishlamaydi. Menga aytishlari mumkin sotuvchilar, sizlar noto'g'ri gerbitsid berasizlar. Agar o'shani ko'rib chiqsak, birinchi biz nima qilamiz? Gerbitsidni me'yorini ko'ramiz. Gerbitsidni eng asosiy masalasi qachon biz gerbitsid sholiga beramiz? 16-20 kunligida sholi mana shu 2 bargida, mana 3-barg chiqayotganda sholimiz kurmakni o'sha sholini 16, 18, 20 kunida berdik. Bu bir. Ikkinchisi, quyosh chiqmasdan salqin paytida berdik. Ham ertalab, ham kechqurun. Uchinchisi, gerbitsidni me'yorini qildik. 200 litrlik bochkaga o'sha me'yori 1 litr, 1,5 litr tavsiya qilgan joyga 2 litr, 2,5 litr berdik. Uchinchisi, gerbitsidga kley qo'shinglar dedi. Kleyni ham o'sha tavsiya qilingan kleyni ham qo'shdik. Kleyni qo'shdik, me'yorini berdik, sholi kurmak kichkinaligida berdik. Hamma narsani vaqtida qilib, hamma narsani qilganimizdan keyin ham natijani ola olmadik. Kurmaklar kasal bo'lib, yana tiriklanib, o'sib ketib, fermerlarga juda katta zarar yetkazdi. 2 marta zarar bo'ldi. Birinchi marta o'sha 3-4 marta, 5 marta sotib olish zarari bo'ldi. Ikkinchisi, kurmak o'sib ketgandan keyin sholini qisib qo'yib, sholini hosilini pasaytirib tashladi. Uyalmaysizlarmi? Qanday qilib bildik deb aytsalaring, videolarimiz ham bor. Biz 5-6 ta gerbitsidni sinab ko'rdik. Mana kurmakni tomiri, mana kurmakni birinchi bargi, ikkinchi bargi, mana 3-bargida kurmak shalpayib qoldi. Ikkinchi kun hammasini o'sha norma bo'yicha gerbitsidni me'yorini qildik, norma bo'yicha salqinligida berdik, norma bo'yicha kley ishlatdik, norma bo'yicha hamma tavsiya o'sha gerbitsidni ishlab chiqaruvchilarni tavsiyasi bilan qildik. Ertasi kuni 1 sutka o'tgandan keyin sholiga suv berdik. Suv o'sha mana barglarini tepadagi 2-3 sm bargi olgancha suv berdik. Kutdik. Aytganiday 1 hafta, 10 kun, 14 kun kutdik. Nimani ko'rdik? Kurmakni barglari sarg'aydi, o'zagi rangini o'zgartirdi. Tomiri o'zgarmadi. Tomiri oppoq, chiroyli bo'lib turgan bo'yicha qolib ketdi. Mana bu yog'i o'zagi chiriganday bo'ldi, lekin biz bo'ldi, bu gerbitsid ishladi deb ko'proq olib boshqa dalalarga o'sha me'yoridan o'sha gerbitsidni berdik, lekin o'sha proba qilgan, namuna qilgan dalamizni borib qarasak, bu yoqdan yangi barglar chiqib, kurmak tirilib, yangi barglar chiqib boshladi. Bitta narsani his qildim, men aldandim. 5 ta gerbitsid ishladik. Gerbitsid berish sholini yetishtirish uchun eng katta xarajat bo'ldi. Gerbitsidlarni 200 ming so'mdan 800 ming so'mgacha 1 litriga shunaqa narxlardan sotib oldik. 1 gektarga 2 milliongacha, 2,5 milliongacha xarajat bo'ldi. O'rish, kombayn xarajati bilan tenglashib, undan ham yuqori bo'lib ketdi. Juda ham qattiq cho'ntakka urdi, lekin bitta ham gerbitsid javob beradigan darajagacha ishlamadi. O'sha gerbitsidni ishlab chiqaruvchilarga bitta murojaatim bor. Sizlarda insof bormi? Ishlaringga javob bera olasizlarmi?